الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر، جبينك عالي وما بينطال. يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر. واحد منك يسوى مين انت يا جيش الحرية، واحد منك يسوى مين انت يا جيش الحرية، بإيدك والثورة السورية تحموا بلدي من كل شر، تحموا بلدي من كل شر. جبينك عالي وما بينطال، يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر، جبينك عالي وما بينطال. يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر. عسكر حر داير من الدار، العز السوري بعيونه باين، رفض يضرب شعبه نار، رفض عار الجيش الخاين. تحيا يا جيش الأحرار، احمي بلدي والثوار، عجبينك تيجان الغار، والثورة عبواب النصر. تحيا يا جيش الأحرار، احمي بلدي والثوار، عجبينك تيجان الغار، والثورة عبواب النصر. جبينك عالي وما بينطال، يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر. جبينك عالي وما بينطال، يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر. يا الجيش اللي بقلبه الخوف مات لما الشهداء ماتوا، عاهدنا شرف وما يعوف، يفدي وطن وعادم ماتوا. الخاين سل الغدر سيوف، يقتل فينا عالمكشوف، انت معنا وبكره يشوف، دم الشهداء فتح زهر. الخاين سل الغدر سيوف، يقتل فينا عالمكشوف، انت معنا وبكره يشوف، دم الشهداء فتح زهر، دم الشهداء فتح زهر. جبينك عالي وما بينطال، يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر. جبينك عالي وما بينطال، يا الجيش السوري الحر، شرفك مضرب للأمثال، غديرك من موج البحر. Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddiqinning ichiga tiqib etgan edi. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar, hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Talas Story ekraniga hoş geldinglar. Bugun yeni bir taqdishimiz bilan men riyosatchi Dilyar Musaboy qarshinglarda. Bugun programmaning vaqti biroz o'zgartirildi qarindoshlar. Vaqt o'zgartishi sababli ba'zi qarindoshlar xabardor bo'lmagan bo'lsa, ayıpki buyurmagaysizlar, qisqa vaqt ichida to'nishtirish berib qoldik. Bugungi programmada men hem riyosatchi, hem bugunkisi bir kommentator shaklidagi programma bo'ladi. Chunki
Suriye meselesi to'g'risida nihoyatda ko'p takliflar sunilgan bizga. Müştemide bir so'zlab bergan bo'lsanglar deyilganligi uchun biz shunga o'zgartish jiddiy. Shunga bu O'rta Sharqning masalalarida riyosetchilik qilib savol so'ragandan bekerak bir men o'zim chiqibla so'zlasam ixchamroq naq udul mazmunga bardoan shaklda qila olishimiz mumkin deb qarab shaxsan o'zim yolg'izlam chiqishni to'g'ri ko'rdik. Shunga bugungi programmamiz Suriye, yani bu yerda nim bo'ldi, oxirsida kim qozondi va kelgusichu degan mavzuda men bir analiz jarayonini qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashaman. Aldı bilan qarindoshlar, men bu ikrarlarga qarab verib, mening bag'an siri ko'zlarim nimisi qizirib shunda ekranga qarayamaydigan bo'lib qolyapman. Shuning uchun ko'zimning qizirib niqib ketgan bo'lsa men ayb kechirim so'rayman qarindoshlar. Aldı bilan temaga kelsak, beshida bir arabcha naqsh qo'yildi. Buni bir qisqacha tushuncha berildi shu nim bo'lganini so'zlash jarayonida. Ya'ni bu Suriye meselesidan xabar bala. Hammamiz 2011-yildan tartib inqilab chiqqandan ya buni ergishayotganlar ko'rdikki, bu Suriyada bu shu Bas rejimi deb sosyalist Arab millatchisi partiyalarning O'rta Sharqda, Iroqda, Yamanda, Aljeriyada, shu nimada, Suriyada degandek hokimiyatlar kelishi bilan sovuq munosabatlar urushi vaqtida bu yerda bir ateist ve sosyalist bir partiye nimaga keldi. Bu 80-yillarda Suriyada hükümetga keldi ve bularning ichidagi bir generali, havo armiya generali Hafiz Asad degan bir odam harbiy o'zgarish qo'zg'ab bu huquqni ilib oldi qo'liga. Ve o'zi Şia oiladan edi, ammo partiya sosyalist ateist partiya edi. Bu huquqni qo'liga tortib olgandan keyin, diktatorlashgandan keyin bu yerda xalqni ezishga boshladi, tipik diktatorlik bo'ldi. Bo'libmi, u o'zi Shia oilasidan bo'lg'achqa sunniylarning, Suriyadagi sunniy mazhabidagi musulmon xalqning buning hokimiyatiga qarshi chiqishida bu Shialarni qo'llandi. Shialarni qo'llanib, sunniylarni bostiradigan bir sistemni qurib, ashunday bir diktatorlik oldu bu hamda. Kim bunun özünün o'rniga tayinliga yana bir o'g'li batdi. Bunun ismini hozir unutdim. Ama o o'g'li qatnash voqeasida o'ldi ya o'ldirildi. Shuning bilan bunun Angliyadagi o'g'li ko'z doktorlik o'qiyotgan o'g'li Bashar Asad uning o'rniga chiqqan bo'ldi. Ve dadisining diktatorligini davom qilib mangdi hamdi. Shuning bilan bu diktatorlikka chidamagan O'rta Sharqdagi xalq Tunus'tan başlandı 2011-yili demokratiya aladigan, erkinlik aladigan bir namoyish hareketi başlandı. Bu tez suratda taqab Misrga, andan keyin Suriyaga taqashga boshladi ve xalq ko'chalarga chiqib namoyish qildi. Bizga demokratiya kerak, bizni saylam qiladigan nima kerak, bir sistema. Ondan başqa Kürtlarni bu Suriyada inson ko'maydi, kimlik kartasini bermaydi. Kürtlar asonlik bo'lganlar uchun ularga Suriye'nin kimlik kartasını vermek şunda kemstetdi, izzetdi. Şunun için demokratiya, O'rta Sharqda başlangan demokratiya taraf qilish hareketi Suriye'ye kelganda bu yerda namoyishlar chiqdi. Bunu Bashar Asad bastırdı tabii ki diktatorun qildigani shu. Ama bu namoyishchilar yilmidi, qo'rqmadi, yana chiqdi, yana qirildi, saqchilar tutuldi, undan keyin qurolliq saqchilar bostirish bo'ldi. Şu jarayonlarda eng inqilob boshlangan, eng dastlabki mezgilda bu programma boshlanish vaqtida anglagan naqsha shu inqilobchilarning, demokratiya talab qilgan inqilobchilarning inqilob naqshalaridan birisi edi. Va maydonlarda aytilgan edi. Saqchilar kelib urib bosdimi, kaltak to'qmoq bilan dasta bosdimi, shu naqshini aytib qarshilik bildirganlar chiqqan edi. Ondan keyin bu namoyishlar to'xtamay davomlashavergandan keyin ba'zi askarlarni ko'chaga chiqishga buyurdi Bashar Asad va bu askarlar xalqqa o'q chiqarishga boshladi. Xalq yana yilmadi, yana qo'rqmadi. Shuning bilan askarlar ikkiga bo'linishga boshladi. Ba'zi generallar xalq tarafga o'tib ketdi.
Ötüp ketkendan keyin şunun bilan Suriyada agarda generallar bir inqilab ma'lum bir kelgan vaqtida bostirilamasa, eng oxirgi rolni generallar o'ynaydi, har qanday inqilobda. Agar generallarning hammasi hukumat taraf tutilsa, qonliq bostirib o'tadi xalqni. Agar generallarning hammasi xalq tarafga o'tib ketsa, diktator tushidi shu amallar. Agar generallar ikkiga bo'linib qolsa, yarimi xalq, yarimi hukumat taraf turib qolsa, vaqtida tabiiyki ishki urush boshlandi. Va Suriya ishki urushga kirishga boshladi. Bu jarayonda Amerikaning Iroq urushida u yerda bir sunniy diktator vardı Saddam, o Şialar bilan Kürtlarni izatdi. Şuna Amerikalıklar Saddam hükümetini öğrendikken Saddam'ın generallarını Amerika'da, Irak'ta bir türmüde tutup durattı. Abu Ghraib. Bu türmünü şu Arap Bahar başlanğan vaxtıda türmünü içivetdi işigini Saddam'ın burunqi generalları, burunqi mühim adamlar, Sünnilerning içindeki din cihetde mühimde bölüngen ama Amerika tarafından radikal görülgen adamlar qapazning ağzı içildi, hammasi türmüden çıqırıp etildi. Ve bular çıqqan peti udul berip DAEŞ'ni qurishga boshladi. Hammalarning xabari bor. Keyin bu DAEŞ shunchalik tez kengaydi, hatto Iroqning ikkinchi cho'ng shahri Mosulni bir muncha Toyota'lar bilan kiriblar, guldir guppanli birlar qisqagina vaqt ichida oldi. Keyin bular Suriyaning shimoliga kengayishga boshladi. Suriya bilan Iroqning o'rtasidagi chegarani ip tashlab o'tib, bular Suriyaning shaharlariga kirishga boshladi. Masalan, Raqqaga kirdi, shimolidagi ta ki şu Kobani deydi, bu Kürt ismi, Arap ismi, Aynal Arap, Türkiye'nin çevresi. Şu yerlere gelişki başladı. Suriye'nin işçiге bu DAEŞ'nin yani Sünni mezhebideki bir korallık teşkilatının kirişi bilen hatta onun da sel burunmu İran'ınki Livan'dan Hizbullah, Irak'tan Haşbişabi degen Şia gruplarının Suriye'ye kirişki başladı. Şunu bilen bu xalqning demokratiya talab qiladigan, erkinlik talab qiladigan namoyishi boshda ishki urush o'zgardi, generallarning ishkiga bo'linishi bilan, ondan keyin Iroqdan kirgan DAEŞchilar bilan Livan bilan Iroqdan kirgan Shia, Iranning qo'llagan Shialari bilan bu DAEŞchilar o'rtasidagi bu to'qinish tuyuqsizlar xalq demokratiya talab qilish harakatidan İki mezhepnin otursidagi mezhep uruşu aylandı. DAEŞ'ni beşide emiz qarabdı deb bilinqanda kengaysa, hatta Türkiye'nin chegarasiga bag'ıcha bu yerda qurollangan Kürtlarni avval yo'qotsin, andan keyin biz harakat qilamiz deb Turkiyami qarabdi dedi, taki Turkiye'nin chegarasiga kelguncha. Ama oxirsida Aynal Arabni yoki bo'lmasa Kobanini bu DAEŞchilar alanmay mag'lub bo'lgandan keyin Andan keyin bu yerda Kürt kuchlarning qoldig'ini aniq bo'lgandan keyin Turkiya harakat ko'tdi. Va Elbapda, Jarablusda degandek harbiy harakatlarni qilib Suriyaning shimoliga kirishga boshladi. Endi bu jarayonda hozir deganimizdek Suriyadagi asli demokratiya talab qilgan bir harakat ikki mazhabning o'zaro urushiga aylangandan keyin dunyoning hamma yeridan bu ikki mazhabdagi ikki mazhabga ergashgan adamlar bu yerga urush qilishga kelishga boshladi. Dunyoning har qaysi joylaridan sunniylar kelib DAEŞga qo'shilishga boshladi. Dunyoning har qaysi joylaridan Shialar kelib Hizbullahga, Ashbishabiga yoki bo'lmasa Suriyaning Asad rejimini qo'llashga boshladi. Butun dunyodan adam kirishga boshladi. Bu jarayonda Xitoymi 2010-yili ochilgan Xinjiang yig'inlaridan keyin bu planliq shaklda vatanimizdagi xalqimizni Sofi ve Vahabi deb radikallaştırışga boshlagan edi. Ve xalqimizni ikkiga bo'lib, vatandaşlar Sofilar, Vahabilar qilib bularni radikallaştırgandan keyin bularning kitob o'qiy oladigan va ilm o'rganadiganlarni Misrga yo'lga solgan bo'lsa, o'qish nomida o ilm saviyasiga chiqmaydigan sal bilim jihatda sal qaroraqlarini Yunnan orqali teshig'i chiqarishga boshladi. Ve bular Malaysiyaga kelgandan keyin Malaysiyadan Turkiyaga akatdi, Turkiyaning chegarasidan Suriyaga, ya Xitoydan eksport qilinib Suriyaga import qilinishga boshladi. Uyg'urlar. Bu jarayonda hamda bu planni Xitoy bilan Turkiyaning birlikda qilganligini o'ylab yetish bek tasavvurimiz kerak. Turkiya chegarasidan Yanchqo'ga $300 $500 pul selib Turkiyaning
Şu vaqtdagi hökuməti və onunla maslaşqan adamlar çigirdən ötküzüşlərə məsul olğan bolsa, Avropadakı Xitayning çoğmaqçılары, Uyğur tilli çoğmaqçılары saqalını tizig'i qoyub Türkiyəyə verib, Suriyəyə adamların yötkülüşüge, kirişige, cihat qilishigə, cennetning yolunu tepishigə dəvət qilgan bo'ldi. Keyin bu ishlar tugagandan keyin saqalini pakiz qirqib o'tib Norvegiyaga berib, Uyg'uriston cho'lab o'tda qoldi bu da'vatchilarning ichida. Ammo gerçi bu Türkiye bilan Xitoy bu planni birga qilgandek qismi, ammo Türkiye Xitoyni aldab ketgandek bir ish bo'ldi. Yani bu yerga kirganlarning cho'ng jamoat, kichik jamoat, yani dunyoning hammeriga qari bayroqni taqaymiz deydigan cho'ng jamoat bilan biraz millat, vatan ingiva kichik jamoat deb atalganlarni Türkiye bir xil ishkiga arigandek qilib, bir turkumi kirib Daeshga qo'shilgan ishiga ko'z yumgan bo'lsa, bir turkumi millat, vatan degan ong bağlarini Idlibda saqlab qoldi. Bunu belki Xitoy o'ylamagan bo'lishi mumkin. Chunki bu ishlar bo'lganda Xitoyning analizchilari Turkiyaning niyati boshqa, bular bizni aldab ketdi deyishga boshladi. Ve natija sifatida Daeshning keyin Amerikadan yo G'arbning Turkiyaning hammasidan tang qarshi turishi bilan Daesh mag'lub qilindi. Ondan keyin Uyg'urlarning Daeshning qo'lida tuvalları, onun yeniga bo'lgan cho'ng jamoat deb atalgan ideyadagilarning ko'pinchisi Kürtlarga asir tushgan bo'ldi. Ammo millat, vatan degan engiba guruhlar olsa Idlibda saqlanib qoldi. Endi bu yerda yana bir muhim narsa var. Bu muhim narsa Daeshning ichida Iroqning turmusdan qo'yib berilib chiqqan Saddamning burunqi generallari, Iroqning burunqi Sünni ve Salafi iqimdagi dinni zatları deganlar qurgan bu tashkilotning ichida yana bir adam botdi. Onun ismi Javlani yoki Julani. Bu adam bo'lsa Idlibga kelib bu adamni bular Daeshning bir partisi edi, Al-Nusra edi tashkilotining ismi. Bu adamni mundoq aytganda Idlibda inglizlar saqlab qoldi, angliyaliklar. Ve Idlibda Sharq Turkistonliklarning Sharq Turkistondan kelgan qurolli kuchlarning yanida bu Julanining Al-Nusrasimi tan saqlanib qoldi, Daeshdan ayrılib chiqib. Arlıqda Daeshdan biz ayrılamiz deb Daesh bilan to'qinishlar bo'lganmi bo'ldi va boshqa Idlibdagi guruhlar bilan to'qinishlar bo'lganmi bo'ldi. Ammo oxirsida Daesh boshqa davlatlar tomonidan mag'lub qilingandan keyin bular Al-Nusra nimada qolib qoldi. Endi bu Al-Nusraning qurg'uvchisi bu Julani degan bu odam Amerikaning terrorchilar tizimligidagi tutish buyrug'i chiqarilgan ve kallasına gelse 10 milyon dolar mukofot berildigan bir terrorchi edi. Ammo Idlibda qolib qolgandan keyin bular ismini Hayat Tahrir Sham deb o'zgartdi. Şunu ben qisqartib bundan keyin Tahrir Sham deb atayman bundan keyingi analizda. Ondan keyin bular qolib qolgandan keyin bu yerda oxirsida nima bilan urushga boshladi. Ba'zida Kürt qurolliq PYD bilan urushgan bo'lsa ve asasen şu Suriye Esad rejiminin armiyasi bilan urushgan bo'ldi. Kim bu Idlibda bir stolmayt oldu, bir bir to'xtab qoldi 2018'den keyin bo'libmi? Chiq ilgirlash bo'lmadi, bir qancha yil hamma taraf damagan bo'ldi. Keyin hammamiz ko'rganimizdek bu yil 11-oyda, 11-oyning oxiri 27-kuni bu Idlibda to'xtab qolganlar bir harbiy harakat bo'ldi ve Suriye'nin paytaxti Şam'a kadar aldı. Ve Suriye'nin ishga uruşu tugidi, hem de devlet kuruldu, o bu degan davrga kirdik. Hem de bular xabarlarda, ochiq manbalarda, miyada tapqil bo'ladigan mazmunlar. Şuna eğer de Suriye meselesi de men mataraptım ya komusu men bilmem nim deymiz demokratiya Avrupa demokratiya appak deydiganlar ya komusa biz Salafi cihadi bu cennetning yolu bundan başka yol yok bu cennetning alamet doğru şuatimiz deydiganlar. Ve yakomusa Tayyip Baba hemmini to'g'ri qildi. Tayyip Baba desa qara desa qara deydiganlar uchun analiz müşahede tugidi qarindoshlar. Uzun anglar bo'ldi. Müşahede tugidi yani. Ya to'xta.
biraz bu perdenin üstüde görüngen, emmiyadan tapqılı bulduğun neslerden başka bu işin mahiyeti nemi? Nemiş oldu bir yerde? Başka yipik kanallar yakımısı başka ana ekim medyada bombagan ama başka yerlerde çıkıdığan haberler bilen bu işler zaten nemi işler, bu işlerini zaten kim kıldı, bunun analizi kandak oludu ve kelgüs kandak buluşu mümkün deydiğen kıyırındaşlar qepqasanlar buldu. Çünkü bu daqı ikinci kısmı biraz tenkidi tefekkür kılalaydıganlarının azim kılalaydıgan kısım. Bu yerde kandaqtı bir devletke öşüp qilish, bir devletke qarşı çıkış ve yakımısa bir mezhepni düşman deb e'lon qilish yoki bir mezhepninki 100% to'g'ri deyish emas maqsad. Bir devletke, bir hukumatga öşüp qilish emas. Faqat va faqat xalqaro munosabatlardagi bu devletlarning ishlari qanday ishlaydi? Nəhayət neutral, hamma tarafga betaraf turgan asosda çemberinin teşiği çıkıp durup, onun içine girip bir taraf bulup kördüğün narsa çeklik oldu. Onun teşiği çıkıp tarafsız üstüden qarab durup, barlıq işleri qarab durup analizimizni başlayımız qeyrindaşlar. Qepqaqallar üçün. Aldı dediğimdek bir tarafninkini %100 doğru, bunun başkası hata doğru yok deydiganlar uzsanlar buldu qeyrindaşlar. Ular zaten bundan keyinki kısmını ona hazm kılanmaysınızlar. Hoş, onda olsa qepqagan qeyrindaşlarımız üçün mening avazlarımız çıkıp atıdığı deyme bir tekşürüp bitey aldı da ondan keyin avaz yok deb inkaslı yok olsa qeyrindaşlar ben davamlaştırma. 12 komment. Hemeyle anlayıp qavşaysızlar. Tamam. Onda olsa qeyrindaşlar. Nəhayətmi vəhşi bir türmələrini gördük. Nəhayətmi qoğunuşluq nəslərini gördük axırsıda. Bulub mən besib oturup gördüm. Hər bir ana yıqımı çıxmaydığını Twitter'daki medialarını. Valla Irak yıqılğanda Saddam'ın türmələrini çıxarğan. Gaddafi yıqılğanda Libya'nın türmələrini çıxarğan. Amerikalıqlarning Guantanamo türmüsünün işçi aşkarlanıp ketken ve Abu Gharibning işçi aşkarlanıp ketken Amerikalıqlarning. Bu Esad'ның türmüsü de bu kadar vəhşi emas deyiş qaysı. Ya bu türme bu ne ya? Böyle muştar nəsi bolamdı yani. Bu olsa Xitayda oludu onda iş. 40 yılının aldığı yo'qab ketgan adamlar türmeden çıktı qeyrindaşlar. 40 yılının aldığı adamlar Beşşar Asad'ның dadısı Hafız Asad'ның ölgününü bilmeydi kediği. İkincisi men acayip ta'sir qilgan yana bir narsa. Qutqazuvchilik kirdi, qarasa ichidagi gardiyanlar turma qaraydigan nimada Gündüpaylıning kichik qizlarga bosqinchilik qilib ashna ichida bola degan tug'ilib ishli borki, qizlar 15 yoshga kirib 35 yoshga kiribdi, turma kirganda 15 yoshga hozir 5-6 balasi borki, dadasining kimligini bilmaydi ekan. Texim eng echinishli yeri. Qutqazg'ilik kirganlardan birisi burunmu bo'ptiki bu birisining bayonida bu qitimmi men ishengim kelmay qoldi buni yozmovchi o'qib, balkim burunqisini ishlatdim o yoki bu qitim yana bo'ldim bilmayman. Bir kichik qizvolni qo'rqab ketmasin deb quchqig'i elib turmaning ichida. Sen qo'rqma qizim, ishtim bo'lmaydi deb quchqig'i elib o'tag'izib, qizim men sana hikoya aytib beray. Bir yayluv vaki, bir daraxtlar vaki. Bu yerda nima vaki, qushlar vaki, bular uchudiki deb hikoya aytsa, qizning so'rgan savoli shu. Daraxt degan nima, qush degan nima? Yani o kızın hayatı aşının sırtını görüp bakmadı, daraxt görüp bakmadı, kuş görüp bakmadı ömrüde. Bu kadar içiniştik. Şuna ikinci nimini başlaştım burun. Ben Suriye'de şu uruşunu halkının arzusu bilen gerçekin ma Selefi Şia uruşu olab biraz hijack kılıngan bolsun mu? Halkın başlangan inqilabi. Nimeli olsa bir diktator, bir zalimni örgellik üçün, aşnadan yılmıqallık üçün, 100 minglab şehit berganlik üçün Suriye halkını
Ahirki qalbis üçün təbrikləş hər qandaq bir insanın qilish kerak narsa bularning batırlığı üçün. Şuna Suriye xalqının qalbi qağalığını təbriklayman şəxsən. Əmdi kileyli. Bu işlarda analizimizga kileyli əmdi ikinci qavatdiki. Aldı bilen birincisi qarindaşlar. Kim o? Bizde asasen bu nimede 3 tane aktör var bunun. Aşıdan işçideki aktörden 3'ü var. Bunun birincisi Beşşar Esad. En sol tarafta köygen bu şu hazır örülgen zalim sosyalist partiyanın beşideki Arap Milletçi Sosyalist Partisi deydiğen bu faşizmnin beşideki hazır çürülgen oğri sol taraftaki Kastumrulki var. Oturdukisi olsa Culani yaki Cevlani bunu kaysın doğru kösanlar. Bu şu İnqilabның ahırısını çıkaran Hayat Tehrir Şam. Yani ben beşidi degen burun Daesh'nin bir parçası olgan ama keyin El Nusra avlap keyin Idlib qap qilib çıkan taraf bu. Şu Sünni iqimdikilarning beşi. Ma üçüncüsü Mazlum Kobani. Bu Kobani degeni Suriyadagi Kürtlarning beşi. Kürt iqimning beşi. Bular şunun üçün Türkiye yaxşı köməkdəmdi bularni. Muşu 3 taraf var asası aşiyanın adamlarıdan. Endi bularni bir-birlab bir körüp çıqaylı. Bir-birlab bular kim o zadi? Ah Avropa, ah demokratiyanın qoğduqçuları, güzel Avropa demokratiyanı qoğdaydıqallar bular qandaqdı münasibetdi burun. Bularga bir qarab çıqaylı. Birincisi Beşşar Esad. Beşşar Esad dadısının ornuğa çıkan bir zalim. Abiyam degenimizdek. Ama bu Beşşar Esad'ın özü Angliyada okuyan köz doktoru. Bunun ayalını Ottur Şərqnin Madonnası deb tərifləydi hərbiçilər. Yəni biriləri Ottur Şərqnin vicdan məlikisi o bu deb təriflənətdi. Və bunun Angliyanın xan cəmiyyəti ilə appaq-çappaq münasibətləri vardı bularning. Ondan keyin Muşu inqilablar başlanışdan burun astığı diqqət qısanlar, astıdaki rəsm Erdoğan bilen Beşşar Esad'ın soyuzuvatqa rəsmi. Yani Türkiye'de Muşu Suriye'deki inqilablar başlanışdan burun bu zalim oxşaş zalimdi. Şu Sednaya türmüsü şu vaxtada mı battı. Ama Erdoğan bilen bunun münasibeti alaydıydı. Yani kardeşim Esad'dı bu. Erdoğan'la bunun atışı olsa Tayyip abiydi. Yani bular bu derecede yakın ötken hatta cuma günleri Beşşar Esad'ның iş pişip kalsa bir telefon kılıp Tayyip abinin iş qatsa öteyim düz kel ufkam deb bildi berip ayal qattıqıga da devlet rehberi süptü demez şahsi qeyrindaş süptü de müşta münasibetleri battı. Ama inqilab başlangandan keyin u yerda bo'libmi Beşşar Esad ximiylik qural ishlatgandan keyin kardeşim Esad'dan qatil Esad'ga o'zgardi Türkiye'nin muamelesi. Bunu mu? Tarix hemen hatırlap mağdu. Bugünkü de küllerde bu küllerini unutup kalması gerek. Yani nereden geldi bu işler? Kim bu düşman buldu? Kim Türkiye başka güçlerini kollaşka başladı ve Beşşar Esad'ni Beşşar Esad bundak adamıydı. Emdi yani bir ikinci şəxs, bizden ikinci kahramanımız bu işte. Nime? Mazlum Kobani. Mazlum Kobani bu Kürtlerinin bir şirik adam. Bunu PKK deb bunu Türkiye terörcü deb tanıydıgan bir teşkilat. Ve bu teşkilat ne? Türkiye terörcü deb tanıydı ama Amerika kollaydı. Üstüdeki Amerika komandanı bilen Mazlum Kobani'nin resmi. Ma astıdaki videonu menen çokum tip körünla US urged PKK to change name deb bunu körsanla. Ma bu Amerika'nın şu Otur Şərqi məsul 4 yıldızlıq generali ya, en yuqarı unvan generallıqda. 4 yıldızlıq generali deydi ki, bu PKK'ni biz Türkiye sizlarni terörçü deydi, biz Türkiye'nin dost tuturup sizlarni qollasak bizden Türkiye'nin aldığı gap deb prematımız, şunun isminlarni özgertinlar deb bularni
SDF yani Suriye Demokratik Güçleri degan ismini o'zgartirib etgan terrorchi tashkilot bu Amerika qo'llash uchun. Xuddi uni keyin kelay. Yani bu PKK'ni tonunla Türkiye'nin düşmanı Amerika qo'llash uchun bularning ismini o'zgartirib SDF qilib qo'ygan bir tashkilot. Endi 3-chi qahramonimiz bizning shu hozir nimani g'alaba qilgan butun yani Suriyani olgan bizning qahramon Julani. Bu Julani'mi bir şey deganimdek bu mu Irak'tan chiqqan Daesh'ning a'zosi bu qarasalli vaqtda qarasanglar. Onun yeni dikisi Amerika'da çıkan bir taxtıdığan bir oşer. Onun da deydi stop this terrorist. Bu terör için toxtutunlar deb up to 10 million reward. Yani 10 milyon dolar bunun kallısına gelirlerge. Üçüncü parça resim bolsa oturdukisi aşının resmi Amerika'nın Adalet Ministerliğinin torbeti. Bunun tutuş buyruğu çıkarılan yani Amerika tutuşunu xalaydigan terrorchi edi bu. Kallısa 10 milyon dolar. Bugünkü qo'yoqliqchi mi? 10 milyon bugünküçe. Endi en astidagi resim bu urushni yengandan keyin buni yangi o'zgarga oldi hozir sallalarni haminasini tashlab etib dunyoga bir ilmli dunyo qabul qila oladigan shaklda bir biz yaxshi davlat quramiz biz o burunqi ishlarni tashladik degandek mesaj berish uchun u yerdan bu yerga o'zgardi yani. Assad qardoshim Assaddan qotil Assadga o'zgardi. Mazlum Kubani PKK'lık terörçüden Suriye Demokratik qo'g'dovchisiga o'zgardi. Julani Daesh'ning 10 milyon dolar kallasiga kesilgan tutush buyrug'i chiqarilgan Daesh'ning terrorchisidan erkinlik jangchisiga o'zgardi Suriyani azod qilgan. Bu o'tgan 10 yilning yoqi taraqqiyot yani o'zgarish. Buni bilishimiz lozim. Endi nim bo'ldi deganda qarindoshlar oxirgi 10 kunda yoki oxirgi kunlarda nima ish bo'ldi? Yo'g'antib ko'rsatib buni. Bu 2018'deki xaritaga qarasak, Sirihlar bayiri Mazlum Kubani'nin yani Kürtlerning Kürtler kontrol qilib turgan yeri edi. Qizillar olsa Bashar Asadning kontrol qilgan yeri edi. Yeşillar en ustidagi yeşillar bu Türkiye qo'llagan, Türkiye bilan Angliya qo'llagan mushu Tahrir Sham bilan boshqa islomiy guruhlar batdi. Ma o'ng taraf en astida yana bir yeşil yer var Iroqning chegarasida. U Amerika qo'llagan Suriya Milliy armiyasi ularning ismi. Amerikalik alavli bir emas, Turkiya qo'llaganlar bular ayrim. Ondan ma en asti tarafda yana yeşil yerlar var. U İsrailliklar qo'llagan Durzilar bular. 2018'de u yer kelib to'xtagandi. Bu Serihlarni qizillarni arib turgan ko'ksizaq bo'lsa, u Fırat daryosi. Fırat daryosining g'arbiy va sharqida shunda to'xtagandi. Fırat daryosining g'arbida Serihlar yani Suriyaliklar kontrol PKK'liklar kontrol qilgan, Kürtlarning kontrol qilgan bir manbishtiga yevatdi. Endi 11-27 kuni shu ustidagi yeşil yerdan tuyuqsiz bir hujum bilan chiqdi nimalar? Müşahideki Sünni İslamiyet'te Selefi gruplar ve bular Suriye'nin astıdikiler bilen ulaştı. Emmini yeşil o'zgartib Bashar Asad qaçtı emdi. Bu yerde bir qancha nokta var. Qarindoshlar. Yani bu İdlib'den itilib chiqqanda, bular asus yeşil yerden itilib chiqib astığı qizil yerlarni ağılı hujum qilib tushgan vaqtida birincisi İsrail'e bu Suriye'nin eğri kurallarını uğraşıp başladı. İkincisi Irak tarafından yeni Şialar Haşbişabi'nin İran'ın Şia gruplar bu Esad'a yardım bergil Irak'tan kirişige o astı taraf, on taraf astıdaki yeşil yerde aşı çığırdan kirişigeler Amerika urdu olanı. Yani Suriye'nin şığı aralashishmadi. Amerika u yerdan kirolmaydigan qilib to'sib olgandan keyin undan keyin bular chiqdi. Bir qancha diqqat tortadigan ajoyib nuqtalar bor. Masalan, birinchisi Manbishni oldi. Fırat daryosining yaqinidagi Serihya yeşilga o'zgargan yer bor. Bu Manbishda Amerikaliklar batdi. Bu Idlibdan itilib chiqqanlar hech Amerikaliklarga uchrashmadi. Bir Amerikalikning voy nima shulardi bu yerda aytishay deganmi shummidi? Yoki PKK'lık Kürtler, erketim Türkler hücum qilib kelsa, yağandan Amerika'nın bayrağını götürüp aldı, onu mu qilmadi?
hech nima yo'qlar kichikini qarshilik qiladilar tugidi. Ondan keyin Idlibdan chiqib eng avval Halepni oldi. Halepdan keyin ostiga tushishga boshladi. Hamani oldi, Homsni oldi, Shamni oldi. Vallahi Daeshning eski Toyota bilan Mosulga kirganidek Idlibdan hech qanday tuzak qarshilik yo'q. M5 qatnash yo'lida, taş yo'lida uchoq paydab berib Shamga chiqirdi. Bular bu dengiz tarafkami badi Laskiya tarafga u yerdami Ruslarla qarshilashmadi, Ruslarla etishib qolmadi. Hech qanday ish yo'q. Guldirqara sidilib bo'lib ketdi. Chet elliklar yo'q, bu yerda Amerikalik yo'q, Rus yo'q. Yana birisi yo'q. Bunga qarshi hech kim yo'q. Faqat Asadning kuchi, hatta Asad o'zimi yo'q oxirsida. Daesh Mosulga qanday kirgan bo'lsa, bularmi Toyota bilan Shamga shunday kirgan bo'ldi. Ya'ni bu yerda biz bir narsa tushunamiz. Hozir hamda uning uchi chiqishga boshladi. 9-oydan boshlab Amerika, Angliya, Isroiliya, Fransiya to'rtdavlat bu harakatni planlayotgan bo'lib, bu harakatni qilganlar, maydondagilar chiqib urushgan bilan bu planni planlaganlar va buning yeshil chiroq yoqib ruxsatni berganlar. Amerika Iroqni to'sab bergan yerda to'sab bergandan boshqa Iroqdan kirayotgan Hashpishabini to'sab bergandan boshqa Amerikaning bek cho'ng roli bo'lmadi. Ama en asaslılığı 3 devlet qildi bu ishni. Angliya, Türkiye ve İsrail. Bular kirib Shamni olgandan keyin İsrailiyaning qilg'ashi birinchi kuni 250, keyin bir qancha kunning ichida 500 Suriyaning nimasiga, harbiy rayoniga, strategik qurollarga, Asaddan qolgan qurollar, havo mudofaa sistemlari, jiroqni uradigan füze sistemlari, boshqarilgan bomba bununla qo'shilgan Suriyaning butun dengiz armiyasini yo'q qildi İsrail. Mushular berib Shamni biz g'alaba qildik, yangdiq deyotgan minutlarda İsrailga Suriyaning paroxtini qo'ymadi. Butun dengiz armiyasini yo'q qildi. Va uzoqqa etilgan boshqarilgan bombalarni qo'ymadi, havo armiyasini qo'ymadi, butun aerodromini bombardimon qildi. Ve hava mudofaa sistemasini qo'ymadi. Ya'ni Suriyaning hech nimasini qo'ymadi İsrailga 2-3 kunning ichida. Faqat medialar g'alaba zafar marshlarini chilib g'alaba qildik dedi, ama İsrailning buni qilganini yozmachilik beryapti, unda bir konkret bermadi. Suriya bundan keyin qurilib, bundan keyin bir davlat bo'lib mansumu az deganda 30-40 yilgacha armiya quranmaydi hamda dengiz armiyasi, havo armiyasini quranmaydi. Yani bundan keyin bu Suriyaning İsrailga tahdid bo'lish nisbati hozir 0. Hech qanday armiyasi yo'q, bir narsaga aylandi. Faqat shu qurolli kuchlarla bor. Shuning uchun bu bo'lgan ish bu. Hamma tarafdan keldi va davlatlar buning planini tuzibdiki, hammasi kelishibdiki, Ruslarning bunini qanatmay, ularni chekinib chiqadigan chiroyli shaklda menibdiki. Bu neyligi deganlik, bu yerda hammasi kelishibdiki, maydondagilar hech qanday qilmadi, bu bir o'yin deganlik emas. Xalqaro munosabatlarda mushta kelishudi. Urush o'z bir yerda to'xtab qilib ilgirlash bo'lmaganda, u vaqtida kelishish kerak, bir yangi bir planda, yangi bir kelishimda va kelishgani bo'yicha buni qildi hamdi. Bu bir biroq nafratlanadigan ish emas. Yo'qimiz maydonda urush qilganlarningki g'albisini bu hech nimaga hisob emas deganlik emas. Ammo xalqaro munosabatlar shunday ishlaydi, amal yo'q buningga. Shuning uchun bu yerda bir qancha davlat kelishgan holda bu ishni tugatdi. Xo'sh. Kim qazandi qarindoshlar? Kim yengdi bu urushda? Yengen kim o? Bu maydonda u yengdi, bu yengdi deyishdan burun birinchi narsa bu nimaga qaranglar bu xaritaga. Bunun qizili İranning gazini dengiz orqali Yevropaga o'tkazish plani. İranning o'tirib qo'ygan, Rossiya bilan İran o'tirib qo'ygan sistema. Ya'ni gaz truba loyihasi. Ikkinchi ko'ki Turkiya bilan Amerika o'tirib qo'ygan Qatarning gazini Yevropaga o'tkazish. Ya'ni Rossiyaning gaziga beqinib qolgan Yevropani gazda beqindiligini tugutish uchun mandaq ikki projekt bor. Buningda hozir bu Qizil İranning gazini Yevropaga o'tkazish projekti Suriyaning Asadning yiqilishi bilan bu projekt tugadi.
Qizil sızaq vayron bo'ldi. Ammo ko'k sızaqning yo'li ochildi. Qatarning gazini Yevropaga o'tkash. Uniki yeşil sızaq va o sızaqni men qo'shib qo'ydim. Bu bo'lsa-mu Isroiliyaning gazini Yevropaga o'tkash. Yani burun İsrailiyanın gazını Gretsiya bilan birleşip durup Yevropaga o'tkazamiz deganda Turkiya bunun qarshi turgan İsrailiyanın gazı Yevropaga mansa bizden o'tish kerak deb. Bunun ikki tane to'saq vatdi. Birisi G'azzaning to'saq vatdi. G'azzaning dengiz rayonidan İsrailiya kesib o'tolmaydi. O G'azzani yig'ishtirgan bo'ldi, urgan bo'ldi. Ikkinchi to'saq Suriya hukumati bununga qarshi, o'sha Bashar Asad ham Suriyaning Nimelos xalqaro saknida hukumat etdi. Uniki Laskiyadagi Rus paraxodlari bununga qarshi, bununga to'saq bo'la oladi. Ammo hozir bu narsalar tugidi. Rossiya gerçi eğer paraxodlari qolib qolsa-mu, o burunqidek astım kestim Akdeniz'de menba diyenmeydimdi. Çünkü quruqliqda onun qurilishi tugidi. Shuning uchun bu yerda qazangan birinchi cho'ng qazangan adam, yani qazangan davlat İsrailiya. İkinci cho'ng qazangan davlat Türkiye, ama gaz nuqtasidan Türkiye. Endi başqa nuqtalardancha qazanganlar ki yengellar ki, yengilganlar kim o? Who are the losers? Bunun gibi qaraylı. Birinci yengilgichi İran. İranның Suriyadagi ta'siri pak-pakiz tazlab chiqarib etildi endi. Mag'lub bo'ldi. Elaqi yo'llagan elaqi Shia milislari, militallari, Shia guruhlarmi hammasi mag'lub bo'lgan bo'ldi. Undan boshqa yana bir mag'lub bo'lgan davlat Xitoy. Xitoyning bu yerga kengayman degan power, projecting power deydi. Kuchini project qilamda, kuchini taqtidigan absharkisi bo'lgan Asad bu yerda yiqildi. Hamda Xitoy burunqidek erkin Suriyada ama siyasi jihatdan burunqidek erkin Xitoyninki nimasi bo'lmaydi deb tashviqot propagandasi. Oniki yana bir yengilgan davlat albatta Rossiya. Yengen davlatlar olsa İsrailiya birinci o'rinda. Anadolu'nun gaz nuqtasidan Türkiye, ama başka nuqtalar var. O yerda Türkiye yenguchi mi, yengilguchi mi eli so'zlayman. Anadolu'nun Amerika, Angliya, Qatarlıqlar yenguchilar bu işte. Bunda qolsa keyingisi o'taylik. Endi nim bo'ldi qarindoshlar. Bir qancha tane savollar var. Bu savollarda birincisi Suriye endi urush tugidi deydi de endi davlat qurish davriga keldi. Ya'ni bir narsa uchun urush boshqa, davlat qurish boshqa. İkisi ikki ish. Bu ikkisiga ketadigan öne, seviye, bilim o'xshamaydi. Suriye normal bir davlat qura olamdi. Bunu tushunish uchun 90-yili va 91-yillari Amerika şu birinci Irak urushi vaqtida Türkiye orqali 7000, ba'zi manbalarda 10.000 Kürtni Türkiye'ye kelib Türkiye'den aeroplanga besib, bularni necha aeroplanlar bilan bizning Osiyodagi Amerikaning harbiy bazasi bo'lgan Guamga keldi. 91-yil, 90-91-yillar. Guamga kelib bularni 2 yil bu yerda tarbiyalaydi. Tarbiyalagan nimada tarbiyalaydi? Askeri qurol etish nima? Umuman askeri nimalarni tarbiyalaydi bu Kürtlarni, ammo yerimini davlat boshqarishda tarbiyalaydi. Davlat qanday boshqariladi? Ministr degan nima? Qanday ministr bo'linadi? Markaz bankasi qanday boshqariladi? Sayya ministerligi qanday boshqariladi? Maliya ministerligi qanday bo'ladi? Shahar boshqarish, shahar boshlig'i qanday bo'ladi? Yezi boshlig'i qanday bo'ladi? Buningda 2 yil 7000 Kürtni Guamga kelib tarbiyalaydi. Ve bularni 2 yildan keyin qiziqari buningda Türkiye yana araja bu ishlarda. Türkiye'ye gapirib, Türkiye'den Irak'a kirgizdi. Ve bu bugün bo'layotgan bu Kürtlarning Irak'ta Kürdistan avtonom rayoni, hozir Suriyada Fırat daryosining sharqidagi yani elish bularning planlangan vaqti 30 yilning oldi. 90-91-yillar. Ve bugün qaraydigan bo'lsak, Suriyada Fırat daryosining oyqidagi Kürtlarda davlat qurish, quralamdiq, quranmamdiq degan masala yo'q. Çünkü ularda 30 yilning oldida tarbiyalangan odamlar var. Ama o mesele Fırat daryosining mayqidagi
Tahriri Şam. Bulada bu mesele çıkıvatıdı hazır. Nim deydi? Julani nim dedi? Bütün Esad'ın kadrları hemmeler kap gelip işler birinler. İş kaysınlarga tegmeyimiz, kadr katlımı özgermeydi dedi. Yani bu digerlik Tahrir Şam'da mezhep dep Selefi Şia uruşunu kılışka nimi boğan bilen, tecrübe boğan bilen, devlet kuruşta tecrübe yok. Devlet baş kuruşunu bilmeydi. Şunun için bular Esad'ın kadrlarına tayinidir. Ama Kürtlerde bunun yaxşı tayarlığı 30 yılının aldığı kılınganlığı üçün, Guam'a kep terbiyelengenligi üçün, Irak Kürdistan Abdunum rayonunu bula başqırıp gelgenligi üçün, emeli tecrübe, ügengen bilimini tecrübede ötküzgenligi üçün ular hiç qana mesele yok. Şuna Suriye'de normal devlet kurulamdı. Bununla bu üçüncüsü bilen mi okşaş niyege kildi? Ondan bu yerde üçüncüsünü soru biteyli. Yani ki meselelerini hal kılış yolu var mı? Meselelerini hal kılış yolu ikileye aldılar. Meselelerini hal kılış yolu bağ ameliyetten. Suriye halkı bir şeyde demokratiya dep çıkandı. Eğer de bu yerde demokratiya degen bir sistemi koyulsa ki onu kurguzmaydı. Koyulsa mesele hal olurdu. Bu yerde bir normal devlet kuruluş ihtimali oldu. Lekin yani burunki kallısıga 10 milyon dolar koyulgan DAEŞ'çiden bir yerde bir demokratik sistemi kütmeyimiz hiç kaysımız. Ya kütüdük Allah bağımı ya. Gerçi bu da resim kösüp arkadaşlar. Meselelerini hal kılış yolu var ama meselelerini hal kılış yolu da mangmaydı bu ya. Bu ya yine burun Şialar Sünnilerini ezgen devlet olsa hazır çok ihtimal Sünniler hukuknagan ki Şialarını ezdiğen bir sistem çıkışı mümkün bir yerde. Onun kaynadan Şarkı Türkistanlıklarını koşup sözlü bitey. Şarkı Türkistanlıklarını bazılar bu yerde uğraştı gidi hem Şarkı Türkistanlıklarının Kur'an'ı jığılıp bularını Xitayga kaytırdı diyenler var ki. Bu Otur Şarkı'na hiç düşenmegenlik bu. Otur Şarkı'da Irak karsak görümüz ki yani bu ya Bosniya emas, bu ya Krodiya emas, bu ya Kosovo emas, Şarkı Avrupa emas bu. Bu yerde bir inqilab tügügenlik ne oldu normal devlet kurumuz kuralsız emmanla kuralsızlığınla mı yerde devlet armiyası olsa qağalla çetellikle yallah habibi öyge qaytanla bu ya oturuşarak bu yerde normal devlet kurulmaydı. Fırat deryasının uyuqidiki Kürtler bu Tahrir Şam'a kural tapşıramda biz onda armiya olaylı bildirsilinin astanlığı mümkün mü? Irak'taki Kürdistan kural tapşırdı mı? Oruçtuğu diye o yadımı sözde. Şunun için bu yerde normal devlet kurulmaydı birincisi. O hem de devlet armiyası kuruldu, hemen kural tapşırıp hemen uyunga qaytıştığı o normal devletli buldu şu. Bu yerde normal devlet kurulmaydı. Şunun için o Şarkı Türkistanlıklarını ya başkalarını o yerdeki yallah habibi oyunlara deyiş teki menince jirak o. O bu yerde normal bir nasip olmaydı. Teki Tahrir Şam bilen başka gruplar otursa to'qinish chiqmamdi bundan. Normalda bir gap bor, danglaq gap siyoset ilmida. Inqilab g'alaba qilgandan keyin ballalarini yeydi deb. Bir inqilab g'alaba qilgandan keyin o'zining yendiki ballalarini yeydi angaval. Masalan, Xitoyning inqilobi qaranglar, Mao Zedong g'alaba qilgandan keyin Liu Xiaoqini, Zhou Enlai'ni hammasini yeydi o. Fransiya inqilobida qanchalik kaldi katta inqilobni boshlaganlar, bizdam o, bizdam Danton, bizdam yana bizdime birbirisining kallasini oldi o inqilobning oxirisi keyin. Shuning uchun inqilob g'alaba qilgandan keyin ballarını yeydi. Bu yerde özara ixtilap çıkıp siyasetki yönelip durup birbirisini yıkıtışlar başlandı bu ayal bakan gruplarının içinde. Ama o kurallıkta özgürlük kitemdi. Yani bu siyaset kıla alamdı ya kurallık nem kıla alamdı. Julali'nin deyişçe biz cihattan siyaset öttük devatı da hem de Suriye'de yeni kan akmaslık için mezlum bir günah halkının bu güçlü alışışla otursa da texim köp ölmeslik için inşallah şunda olsun. Şuna birinci narsa qarindoshlar Suriye'de men normal devlet kurula alaydı deb qaramayman. İkincisi meselelerni hal qilish yo'li bormi? Meselelerni hal qilish yo'li bor. Qan aqmaydigan hammasini to'xtata oladigan sekulyar demokratik devlet bo'lish yo'li bor, ammo u yo'lda mangmaydi. Hatta bularni qo'llovchi davlatlar, demokratiyaning qo'llovchi rambo davlatlari u yo'lda mang'uzmaydi. Buni mishinchilikda dey buni keyin Otur Şarkı çoğunqırlap kirgende keyin özаңlar izlenip tepelanglar nemiş qılında qıldığını. Üçüncüsü Şarkı Türkistanlıklar vataniga top qaytırılamdı hazır. Men onunğa işenmeyme çünkü bu yer normal devlet kurulmaydı. Bu yerdeki Şarkı Türkistanlıklar qo'lidagi qurolni tashlamay
turdi deb qarayman, ham turishi kerak deb qarayman. Ammo endi burun billa urushgan Tahriri Sham bilan kuch talashishlarda Uyg'urlarni biz tehdit ko'ramiz deb siyosiy surkilishlar va qurolli to'qinishlar chiqsa hayron qolmayman. Chunki bir inqilob g'alaba qilgandan keyin ballarni yeydi qarindoshlar. Andan keyin Türkiye Fırat'ın sharqiga o'talam dedim yana bir savol borki, kelgan uni men qo'yishni unutib qoldim ama isim keldi. Suriyalik refujilar qaytamdi. Multijlar qaytamdi. Türkiye'nin Ichki ishlar ministrining bayonoti dedi. Esad yiqilishdan burun Türkiye'den Suriye'ye qaytayotgan Suriyeliklerin sani künde 350 dike. 350 adam qaytadi dike Esad yiqilishdan burun. Esad yiqilgandan keyin Türkiye'den Suriye'ye qaytayotgan adamların sani 2 kesiga chiqibdi. Yani 350'den 700'ge chiqibdi. Yani g'ariblarga ya Türkiye'ye ketgan Suriyeliklar G'arb davlatlari yoki bo'lmasa Turkiya bularni qo'g'lamagicha qaytmaydi qarindoshlar. Buning sababi nima? Birinchi sababi 5 yoshli bir bola Turkiyaga borgan bo'lsa, mush inqilob boshlanganda, urush boshlanganda 13 yildagi bu bola 18 kirdi. Bu bola Suriyani bilmaydi-ki, ko'midi. Bu bolaning tili turkcha, balkim uyda arabcha chiqqanda, lekin turkcha, shevisi İstanbuldagi turknikidan yaxshi. Bu bola Suriyaga mehr olamdi. Türkiye'ye olamdı. Bu bir. İkincisi Vatan Caddesi'de, İstanbul'un Vatan Caddesi'de bir restoran içip yılığı bilmem 50 bin ya 100 bin dolar tepip atkan bir Suriyalik Halep'teki harabelik verip nemi kıldı? Nemi şıkıp cinne bakıdı? Bu nemi şıkıp kaysın? Fakat kaytıdıqallar kimler degende Türkiye'de cinne bakan bağın bu Halep'te şehirden jirak oturduğun sehralıklar yani urushda uyi vayron bo'lib ketmagan. Sehrada yugan qorasi va berib ko'ktat terishga bo'lsin yaraydigan. Mushundaq Turkiyada jon baqanmagan, ijara to'layanmagan, eng avval mushta yish cho'ng qerlardan boshlab qaytishi aniq. Ammo oddiysi yoshlar Halep'ki qaranglar, Ruslar 2016 yıl bu yani muhaliflerinin qo'ldan alimiz deganda bu Ruslarning 2. Dünya urushidan tortib bu Ruslarning bir hayvandek bir qiliqi va bombardimon qilishda carpet bombing deydi. Gilemga o'xshash bir binoni chaqmay, gilemga o'xshash bomba tashlaydi bular, butun shaharni yo'q qo'ydi. 2. Dünya urushida qilgan buni. Halep'da qildi. Butun xalqni qirib shu bomba tashlabmadi. U Ruslarning o xarabelikqa aylantirib etgan Halep'imi yani Suriyalik Türkiye'deki yoshlar uchun yoki bo'lmasa Antalyami qaysida yashashi mumkin. Endi bu Turkiyadagilarning ahvoli. Undan boshqa endi kelayli Yevropa, Germaniyadagi bir Suriyalik nemishqa qaytsin. Gollandiyadagisi, Kanada, Amerikadagisi nemishqa qaytsin. Hatto Turkiya bularni qaytiramiz deb majburlasa, bular yana qonunsiz yo'llar bilan Meksikaga verib, Meksikadan Amerikaga o'tib ketishi mumkin. Agar Amerikada Trump kelib biz ko'chmandanmaymiz, kasangni qo'lab chiqarayotimiz desa, o'ziga tortadigan magnetni ta'tir qo'yib tepadigan qilsa, u vaqtida Amerikaga boramayotganimiz unda az qaytarib majbur qilishi mumkin. Bularni majburlamasa, nima uchun qaytsin? Yana birisi bu yerda nima olduğunu bilmasa hech kim. Bu yerda bir normal demokratik davlat qurish ehtimoli yo'q. Gerçi Julani chiqib biz nima qilmaymiz, hammamiz birga yashaymiz. Qo'rqmanglar, u bu da'vatgan bo'lsa-mu, lekin uning Daesh tarixi nurg'un odamni qo'rqityotdi. Bu yerda bir qiziq rasm ko'rsatib qo'yay. Bu Julanini inglizlar qo'lladi, bu ishni inglizlar qildi. Ya'ni bu Tahrir Shamning qurollantirgan davlat inglizlar. Buni hammadan biladi, o'tir sharhning masalasini azroq gaplashgandim. Bu inglizlar u darajada buni appak ko'rsatyotdi-ki, Taliban yangi vaqtda desanlardimi, ilanguchlarni uchib, o'yinchiqlarni o'ynab biz degan shunda umaq Taliban, burunqi Taliban emas, biz o'zgardik deganti. Ammo 2 yilda nima bo'ldi? O'ziga o'xshamaydigan qarashdikilarni asdi, tutdi, soladi, ayollarni maktabga bormaydigan qildi. Yani Talibanligini qildi. Burun Afg'onistondagi Talibanni tashlab qochib kelganlarni va bu Amerikaga ishlaganlar, bular shon qochib kelgan deydi ba'zi Uyg'urlar. Ammo bugungi qochib kelyapti Afg'onistondan afg'onlar Talibanni tashlab. Ya bu Amerikaga ishlaganlar bugungi ish tugamadimi?
yoki bo'lmasa oyadagi rejimdan qochayotamdi. Qochidi. Bir yerda demokratiya bo'lmasa, qochidi u yerdan xalq. Şunu Suriye'dimi? Gerçi İngilizler bunu çotkılap, sırlap köstüp koyar arkadaşlar. Hiç kaysınlar dikkat kılmagan bolşunlar mümkün. Bu Julani'ni karı selleden, sakaldan, onda Kur'an'la tutuptu. Ayda işçiden nimige kimge hoştu atıdı bunu? Bir kahraman hoştu atıdı köranlar. Kim dikkat kıldı bununla? Arkadaşlarım. Buyurunlar. Yani bu Julani'ni obraz özgertiyotidı hazır İngilizler. Ama bu obraz özgertiş kimden kalırsa kelgen bolsa, qaysi İngilizden maşallah bravo yani alamet. Yani sol tarafdaki Şam'daki Hayat Tahrir Şam'ның burunqi Daishchi başlığı Julani, on tarafdaki Ukrayna'nın prezidenti Zelenskiy. Obraz çalışmasını ko'ryapsizlar qarindoshlar. Siyaset degan mana neyse. Birisini qahramonlashtiramiz desa, ayadan ekilib miyaga manda qo'ya oladi. Shuning uchun hozir bu inglizlar buni qilyapti, tamam. Ammo buningga nurg'un Suriya, ya boshqalarni qo'ying, bizni qo'ying, yana birisini qo'ying, Suriyaliklarmi buningga ishonmaydi dedi. Bu yerda bir qanday rejim qo'yildi, nima bo'ldi? Suriya, Turkiyadan qaytganlar nima deydi Suriyada? Mening oilam tek Turkiyada, men kelib ko'rib baqay dedim. Bu yerda nima bo'ldi? Uyimiz bormi, yo vayron bo'lib ketdimi? Agar shular bo'lsa, bu yerda vaziyat yaxshi bo'lsa, biz qaytamiz. Bo'lmasa, nima ish qilamiz bu yerga kelib? Nimba bu yerda uymi yo'q, ishnimi yo'q, qanday yashaymiz dedim. Ular haqli buni so'rashdi, chunki inson ular. Qayerda muhit yaxshi bo'lsa, shu yerda yashashni xohlaydi albatta. Shuning uchun hamda oxirgisi Turkiya 4-savol. Turkiya Fıratning sharqiga o'tamdi. Buni bayatdan nima bo'ldi deganni topaylik. Mana xaritada yeşil bayi, sus kökleri Türkiye qo'llaydiganlar. Sus yeşil İdlib, şu Hayat Tahrir Şam'ның tuva yeri. Qiniq yeşil 11-27-dan keyin kontrol qilgan yerlar. Eng astidagi kök İsrailga besib kirgan yer, ya'ni Isroilga malo shimoldan kelayotganda Isroilga astidan 16 kilometr ishkilab kirdi. Seriqlar bo'lsa Kürtlarning nimasi? Kürtlar kontrolda turayotgan yer. Bu ikisini o'rtasida arib turgan Fırat daryosi bor. Turkiya bu yerdan o'tamdi hozir. Erdo'g'an chiqib deydi. Suriyaning zamin butunligi, toprak butunligini qo'g'daymiz deydi. Bu degani Suriyaning oyiqidagi Kürtlar mustaqillik e'lon qilsin degan gap. Ama Iroqdagi tajribani ko'rgan odamlar shuni deymizki, ati alan Üsküdar'a geçti. Yani Suriye parçalanıp bo'ldi qarindoshlar. Qog'ozning ustida Kürdistan viloyati ya Kürdistan avtonom rayoni Arab asosiy nima qilib ikkiga bo'linishi mumkin. Ama fiilen bu Kürtlar qoral tashlamaydi. Türkiye Fıratning sharqiga Amerika o'tkazmaydi Turkiyani. Iroqda bir Kürdistan tayyog'inidek, Kürdistanning bir parchasi tayyog'inidek, Suriyadami bir parcha geçmiş olsun yani. Bu tayyor. Endi abay yengüçüler, yengilgüçüler degandim. Mushu meselede Erdoğan Türkiye yengüçü mü, yengilgüçü mü? Üç taraf var. Sana tehdit düşman Kürtler, bu yerge Kürtler demeyi PYD, PKK. Esad var. Sen Esad'la hemkarlaşıp durup üzerinden düşmanını yok düşün gerek uruştuğu gece. Ama hemkarlaşıp durup düşmanını yok tutulan güçünü yok etti hazır. Şunun için hem de Türkiye özü bu PKK'nı qanday yo'qtidi. Bu PKK Amerika tutsa bularning yenida. Amerikaga nima bersa Amerika bularni sotadi. Mutakabiliyatda bir narsa var, bir narsa berishing kerak setish uchun. Yana birisi Asadni yo'qotish uchun bu qitimqi narsada Turkiya to'xtama PKK bilan biz urushimiz var ama Asad birdan turib tursin demasdan Asadni yiqitib etib bu yani mana shu aytganda Suriyadagi Kürt rayonini rasmiylashtirib qo'ydi hozir Erdo'g'an. Undaqda Erdo'g'an nima oldi g'arbdagilardan? Nima berdi? Bu Kürdistonni berdi hozir qarasa. Yani Esadni yo'q qilib, mana rasmiylashtirdi bir rayonni. Undaqda Erdo'g'an buningdan nima oldi? Türk devleti nima oldi? Yoki Erdo'g'an shaxsiy yanchiqqa nima oldi? Bilmaymiz. Xo'sh, shunga mening qarashimda Fırat daryosining sharqiga Turkiyani o'tkazmaydi. Ta'ssu. Endi oxirgi janalg'uchi savol. Osmanlı xalifaligi qurilyapti yoki Kürdistan qurilyapti.
Bezler Osmanlı halifeli. Yani bu işler buluvatıdı. Ben hem adamdan tebrikligini doğru düşünmem. Suriyeliklerin hakkı. Yani halal olsun. Hatta bravo. Allah razı olsun. Bir diktatörünü bunda örüp bu zalimni, bu şerefsizini 50 yılına yağı hükümet dep turvagan bu ayılni örgellik üçün ula 40 gün nağrı çalsa, 40 gün ezan olsa, 40 gün nimiş kısa, özü könlü halıganlık kısa, ulanın hakkı. Allah ulardan razı olsun. Maşallah. Ama başka tebrikler atkalı. Mesela Türkler nimin tebrikler atını? Osmanlı kuruldu da tebrikler atamda. Yakımısa nimiş uladı. Kenki betki karaylı. Bu kerindaşlarım. Sol tarafdakisi Kürdistan deb bir devlet kurumuz degan bir harita. Bu haritani Amerikalılar NATO'nun yığınlarında Amerika'nın askerleri, NATO'nun askerleri, İngiliz askerler, Fransız, Amerikalı askerler, Türk askerlerinin, Türk ofisirlerinin aldıda tamgı isip koyduğun resim bu. Türk askerleri buna narazılık bildirip çıktı da keşkice. Hem de on taraftaki resim karaylı. On taraftaki resimden kızıl yeri 2003 yılı Amerika Irak kirgenden keyin Irak'ta şekillendirilgen Kürdistan Abdunum rayonu. O hazır resmi kuruldu. Türkiye mi itiraf kıldı onu, tonuydu. İkincisi yeşili hazır Suriye'de şekillengen Kürt rayonu, Fırat Deryası'nın şarkı. Üçüncüsü kök oğunu İran'daki Kürtler yaşaydığı rayonlar. Dördüncüsü Serik oğunu Türkiye'deki Kürtler yaşaydığı rayonlar. Hazır bu 4 parça, hatta Ermeniyanın bir kısmı var, mağanın on taraftaki harita koymaptı. 5 devlette yaşaydığı halk var. Türkiye'de Kürtlerin nüfusu Türkiye'de 15 milyon. İran'da 8 milyondan 12 milyon işte tahminen 10 milyon değil. Irak'ta bir 6-7 milyon, Suriye'de 2,5 milyon. Hazır en küçük iki parça teyalıyor. Suriye'de 2,5 milyon Suriyelik var. Umum nüfusunun 10%. Bu hazır Suriye'nin 1/3'ünü kontrol kıldı. 30%'ini, 30%. Şunun için yani budakı neyse yani bu yerde buluvatkan Kürdistan'ın 5 tane parçası var deyilgen, hatta çoğun asas 4 tane parçası var deyilgen Kürdistan'ın 2 parçası da yavuldu. Endi bu yerde devlet kuruş jarayoni aldığımızdaki 3 ayda ötkünç hükümet kurumuz o bu devatıdı. Bu yerde Kürdistan Abdunum rayonu, yani bir Suriye'nin Kürdistan Abdunum rayonu resmileşip kalsa alay şehrine Türkiye'ye. Yani ki tebrikleydi Türkiye. Bu da kısa ötey. Kiyinki nişan neymi ondalsa? Bu İran'ın haritası. Bu Sirik yeri, Kürtler yaşadığı yer. Kök Tebriz diye yer. Cenab-ı Azerbaycan'daydı, yani İran'daki Türkler yaşaydı bir yerde. Azerbaycan Türkçüsünü sözleydi. Bu da nişan İran emas deb qaysanlar keseleysizlar. Yoki menimcha xalqimizdan va yerimizdan ortiq hamda İran'a navbat keldi deyish mumkin. Aba yengilguchilar degan bir narsa unutib qolibdiman. G'azzada, Livan'da tinchlik kelishim tuzgandi. Hiç mağadığa yolu kalmaya ya aldığa yekayını desteşini bilmegen İsrailiyani Angliya bilen Erdoğan kutkazdı. Netice bu hareketin. Anadolu'nun İsrail'e kengayıp Suriye'ye girişki başladı hemdi. Bu da akınimide İsrail'in birinci düşmanı dep karalgan bu İran'a, bu da nişan bombaydı dep kim diyeleydi. Mesela Amerika İran'a özü uruş kılıp kirse bu yerde Amerika ziyan tatıdı. Bu yani yenilmeydi. Ama yine Suriye'de kırınıqı okşaş, avval Abu Gharib'nin kapazını içinla Kazakistan'daki Uygurların bir iti otuvattı o. Mihmallarını yolga selip iştlarını koyuvattı edigen. Abu Gharib'nin ağzını içip iştlarını koyuvattı, bir Daesh'ini koyuvattı bir şey de. Keyin o Daesh arqılıq Irak'taki işini Suriye'ye ekirip Suriye'de bugün kalğaya geldi. Unda olsa yine bir yerden ağzını içip yolbaslarını koyuvattı. Bu da nöbet İran'a kelmeydi dep kim diyeleydi. İran'a kelse İran'ın 70 milyonga yakın nüfusu var. Bunun tahminen 40%, tahminen 30 milyon Türk var İran'ın içinde. Ve 10 milyondan 12 milyonca Kürt var. Şuna bu kökye, çıkıdığan kökye, eğer İran parçalansın, işte parçalanış ihtimali var.
Çıkıdığan Tebrizdeki Janubi Azerbaycan Türkiye üçün fürsət. Çünkü yeniğa yeni bir 30 milyonluk Türk devleti kuruldu. Ama Asiriye, İran'daki Kürdistan bu Türkiye üçün tehdit. Şunun üçün eğer bu da nişan İran olsa Türkiye üçün hem fürsət var hem tehdit var. Bunu miyege qarsak körümüz. Manığa kökü var o köküye. Hatta bu Təbriznin dimlənin yerine işçiге kiribaptı. Bu İran'dan çıkıdığan Kürdistan. Şuna Irak bilen Suriye'deki iki Kürdistan rayonu tayya oldu. On taraftıkisi İran'dan çıkıdı. Eğer İran keyinki nişan olsa. İran'ın nişan tüygendiki nöbet kimge kile qarindaşlar hazırkı menişte. Asiriye kaya kim o? Şunun için Osmanlı kurulamdı. Yoki Kürdistan kurulamdı. Kuruluvatamdı. Nimege payda kıldı bu hazır buluvatkan nesi. Onun dekin, şu İngilizler Araplarni kurallandırıp Osmanlı hilafti. Yani bana bu üç söz bir yerde kelgende bana reaksiya kıldı. Çünkü ben O'rta Sharqning tarixini ancha-muncha bilmayman. Osmanlıning yıkılış tarixini xeli yaxshi bilmayman. İngilizlar, qurollangan Arablar ve Osmanlı xalifeligi. Men sizlarni qarindoshlar 100 yildan oldin gapiray. Bu kökününler Osmanlı'nın İngilizler şu bilisizlar bu Saudi Arabistan, bugünkü Saudi Arabistan, Irak, Liviya, Katar, bu nime, Yemen, Oman, Suriye, Livan, İsrailiye, Palestin. Bunların hepsi Osmanlı'nın nahiyeleri 100 yıldan aldı da bilisizlar mı? Osmanlı'nın vilayetleri ve onun nahiyeleri. Şu vaxtlarda İngilizler Arabistan diye, Saudi Arabistan diye, Saud diye şunu İngilizler çıkıp koygan ailenin ismi için başkuruşkan. Aslı bu yana ismi Arabistan. Yoki Arabiya. Bu yerga Hicaz deb rayon var. Bu Şam'dan başlap Medine'ge ama onun aldı İstanbul'da mı Şam'ı tutuşudu. Tömür yol yasaydı. Tömür yol. Bu tömür yolunu yasaştı ki Osmanlı'nın məqsədi bu Mekke Medine'ge İngilizler Mısır'ını İngilizler evagan 50 yıllarda Egypt degan xatva yani. Ular Suez kanalından ötüp bu Mekke Medine'ge Palestin'e köz tikdiğini bilip Sultan Abdülhamid muşta bir tömür yol yasadı. Bu tömür yolunu Gariplikning pulu bilan yasatsak bu yerga yo'tkildigan askarlarni bilib qoladi deb buni musulmonlarning pulu bilan yasadı. Yasatganda özü aldı bilen bunun umumi hamçötü şu vaxtda 4 milyon lira belki bugünkü 4 milyar ya 400 milyon dolar ya 4 milyar to'g'ri kes gerek. Onun 50 milyonunu Sultan Abdülhamid özü koyup bütün Osmanlıdakilar iyanı kılanıldaydı. Teşideki Pakistan'daki vaxtda Hindistan'dan işçi devlette. Musulmonlar Şarkı Türkistan'daki Türkistan'daki Musulmonlar yardım kıldı ve bunun içinde benim babam Akı Ufku Musa Baylar var, Hüseyin Bay Bavdum. Bavdum Bay, şunun en çok isidarlardan birisi. Muşdan pay çekinsiyeti bilip muş tömür yolunu yasaydı. Bu tömür yolu yasalganda bunu hazır mı şu dünyada bir tömür yol yasalsa bunu birinci askeri noktadan oyluşudu. Qanday qilib askarni tez ötkeymiz. Aşı Xitaydan bizge Lanjo tömür yolu, bizim tömür yolu deb kirilgan tömür yollarının birinci gayesi askar toşuş. O yolçular berip kelish çağanlıq Xitayni ayak degan o 6-cı məsələ bu. Aldı bilen askeri oluşudu. Her qanday tömür yolu dünyanın her qanday yerinde. Şunu bu tömür yolunu yasa bu Mekke Medine'nin köz tikip atkan İngilizlarni tosaş üçün bu yerga askar evetişki nima qildi. Bunun da xalqimiz bildiğin Akufku Musa Baylarning Bavdum Bayning peyi var bunun da. Sultan Abdülhamid ile görüşüp bunun yasılışında rol oynaydı. Ve bu yerga məqsəd askar toşuş birinci məqsəd, ikincisi həcinin yoldu. Mesela bu tömür yol bulmasa 50 günde berip geldik ya vaxtida həcige. Ama bu tömür yolda 8 gün güçlük yani 4 günde berip 4 günde qaytib keldik. İntayım muhim stratejilik bir narsa. 4 günde askar evet alaysiz yani Mekke Medine çataq çıksa. Şunla İngilizlar qanday qildi? Aşı Mekke'nin şerifi yani Mekke'ni qoğdaydigan Osmanlı'dan buyruq Mekke'ni qoğdaşqı məsuliga Arab qabila aileleri var. Bularning şerifi olgan ben sol tarafdaki şerefsiz demdik ya Şeref Hüseyin deydi bunu şerefsiz Hüseyin deydi. Bunun bilen sözleşip İngilizler bu hilafet degen Türk donmaydı, hilafet degen Arap donmamdı. Sen degen Saudi, sen degen Quraysh bilmem nima bilmem qaysi qabiladan sen degen. Bu qo'y o Sultan Abdülhamidni xalifa sen yo'g'on Arap imperiyasi qurib birimiz sana deb bu Arap qurallanıp Osmanlı'nın
abay ko'rsatgan Makka Madinani qo'g'daydigan poyezd yo'llariga arablar hujum qildi. Buni Arab inqilobi deydi tarixda. Üstüdeki at minib olgan, tögü minib olganlar muşlarning askarlari. Ve bunu hujum qilib Osmanlı'nın kelgan askarlarini mush arablar yo'qitib, anadagi Birinchi Dunyo urushulab inglizlar kirganda mushu arablar, mushu bugungi salafiylar, bugungi Saudiyadan chiqqan salafiylarning bo'g'ilari ingliz bilan bir sapda minib, bularning kallasida xilofat qurmoqchi bo'ladi. Arabning haqiqiy xilofatini, turklar vaqtini yog'in. Berib Osmanlı'nın poyezdlarga hujum qilib portlatib, Osmanlı'nın askarlarini yo'qitib, 1917 yıl 9. ayının 23. günü Hatay'sı mıqamısa Avustraliya ve Yeni Zelandiya atlık koşulları Palestin'e kirdi. Osmanlı armiyası çekindi. Avustraliya ve Yeni Zelandiya atlık koşulları Palestin'e kirgen yendi kim var bilemsizler? Birlik kirgen hemkarlaşıp Şerefsiz Hüseyin'in Arapları var. Osmanlı mandaj yıkıldı. Bunu unutmalı. Osmanlı mandaj yıkıldı. Şunu bilen bula korallanıp kirip emesi bunu yıktı. Bugünkü Arap Birleşme Emirligi, hatta Saudi Arabistan degen kim var Şeref Hüseyin'e Sykes-Picot kelişimi bilen o Angliya bilan Fransiya bunun başka gapni qilib qo'yib, "Sen yo'q, Arab imperiyasi quribmiz" deb qo'yib, amaliyotda bugungi xaritlarni sizib Osmanlıning tuproqlarini bugunkidek bo'lib etgan Iroq, yanmishmi deb. Bu keyin aldan qoldig'ini bilgandan keyin ularga qarshi kelganda gap anglama o'ltig'anda bugungi Saudiya Arabistonining nima to Abdulazizmi, nima Abdulmish. Shu bugungi Saudiyaning beshi bo'lgan oilaning beshi İngilizlar için bunu yo'qotdi. Yani bu Şerefsiz Hüseyin'i İngilizlar ishiltib, axırda axlatchilikka tashiydi. Ve onu yo'qotganligi uchun u ailaga Arabistonni Saudiya Arabiston deb ailaning ismi bilan qurib turdi. Astidagi rasm İngilizlarning o'ttirsida o'tgan chiroyli qo'chaq amir bo'lsa, Iroqqa qo'ygan podshosi bilan. Iroqqa qo'ygan Fayzal uning ismi. Shuning uchun bugungi o'ttir sharqning Osmanlıdan chiqib chegirlanishi, bugungi chegirlarning sizilishi İngilizlar qurollandigan xilofat qurdigan arablarning qo'li bilan bo'lgan. Ve abay degan Hijaz temir yo'li Osmanlıning bu yerga askar avatadigan Hijaz temir yo'lini bulu portlatib nima qilib, hatto urushning oxiriga kelgan vaqtida yana Turkiya bir kun kuchlanib qolsa bu temir yo'ldan askar gap qolmasin deb butun portlatib vayron qo'ydi. Shuning uchun Osmanlı xilofati qurilyapti deydigan qarindoshlarim. Kim qo'llayapti bularni, bu qurolliqlarni? Menda yaxshi bilasizlar. Bo'libmi Suriyadagi qarindoshlar bak yaxshi bilasizlar. İngilizlar qo'llamadi. Zelenskiy, bizning yangi Zelenskiy, Julani qarindishimizni İngilizlar qo'llamadi. İngilizlar qo'llagan qurollangan arablar Osmanlı xalifaligi deganda qarindoshlarim, esinlarga markaz. Mana bu Saudiya Arabistonini qurganlar Osmanlı xilofatini İngilizlar bilan birlashganning simvoli, Osmanlı xalifaligini İngilizlar bilan birlikda yiqitganligining simvoli qilib, Saudiya Arabistonining bugungi Arabistonning cho'lida 105 yilning yog'i, 100 necha yilning yog'i cho'lda simvol bo'lib yotgan Osmanlıning Hijaz temir yo'liga askar avatgan poyezdning oqibati. Tarix uningdan dars chiqarish uchun baq qarindoshlarim. Bunu unutmanglar. Bu resim esinlarda bo'lsin. Bu resimni unutmanglar. İngiliz qurollangan Arab xalifa deganda esinlar bu kelsin, bu kelsin, bu. Hozirgacha turdi Arabistonning cho'lida juma. Shuning uchun aziz qarindoshlarim, diqqat qilish kerak, yana bir narsa qilish kerak. Men uni ishonmayman. Bu Xitoyning o'yini, bu Xitoyning bunun bo'yinda og'amchisi va emas, quruq gap. U Afg'onistonga o'xshamaydi, Suriya. Afganistan'da tağının karşısında tamam Xitay belgilik emirlerini kontrol qila olish mumkin. Bu Suriye degan necha ming yillik dünya siyosatining merkezi. Dengizning buyida bu Afganistondagi tağının ichida emas. Bu yerda Xitoyning qo'lidan boshqa kuchlar elib bularni kontrolni olib bo'ladi qo'liga bu vaqtcha. Aşağıda edilibdiki yana bir yerga bilisizlar, men demisam musulmonda yaxshi bilisizlar deb da'vat qildim. Shuning uchun aziz qarindoshlarim, Osmanlı xilafati emas bizning nishon. Bizning nishon Sharq Turkistonda Cumhuriyet qurish qarindoshlarim. Ve mening tuvanchilik bilan so'raydiganim butun qarindoshlarim, İngilizlar qo'llagan, qurollangan arablar xalifalik qurdigan ish bo'lsa, buyuringlar. Hafizanglarda, minganglarga Osmanlıning Hijaz temir yo'lining oxirgi qoldiq bo'lgan
bu poyuz esinglarga kelsin. Aziz qarindoshlarım, vaqt biroz o'tib ketib qoldi. Şunu gapni uzatishni xolamayman. Manas daryosi bo'yidagi taslimiyatchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi shijoatdan ilhom olaylik. Aman bo'linglar qarindoshlar.